Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Bugun sizlarni Afg'oniston va O'zbekiston o'rtasidagi eng muhim savdo darvozalaridan biri, Hayraton chegara bozori bilan tanishtiramiz. Hayraton chegara bozori Balx viloyatining Hayraton shahrida, O'zbekistonning Termiz shahri bilan tutash hududda joylashgan. Ushbu chegara ikki davlat o'rtasidagi savdo, transport va iqtisodiy hamkorlikning eng muhim markazlaridan biri hisoblanadi. Mazkur bozor orqali har kuni minglab tonna turli mahsulotlar almashiladi. Oziq-ovqat mahsulotlari, qurilish materiallari, yoqilg'i, dori-darmonlar, qishloq xo'jaligi mahsulotlari hamda sanoat tovarlari aynan shu yo'nalish orqali import va eksport qilinadi. Hayraton nafaqat avtomobil yo'llari, balki temir yo'l tarmog'i orqali ham Markaziy Osiyo davlatlarini Afg'oniston bilan bog'lab turadi. Shu sababli bu hudud xalqaro tranzit va logistika markazi sifatida ham katta ahamiyatga ega. So'nggi yillarda Afg'oniston va O'zbekiston hukumatlari savdo hajmini oshirish, investitsiyalarni kengaytirish hamda tadbirkorlar uchun yanada qulay sharoit yaratish maqsadida bir qator qo'shma loyihalarni amalga oshirmoqda. Mutaxassislarning fikricha, Hayraton chegara bozori kelgusida nafaqat ikki davlat, balki butun mintaqa iqtisodiy taraqqiyotiga xizmat qiladigan yirik savdo markazlaridan biriga aylanishi kutilmoqda. E'tiboringiz uchun rahmat. Kanalimizni kuzatishda davom eting.